Bu olacak kotelimiz. Hamma turbolarni şöyle jamlab olib keldik. Suv verip tekshirish jarayoni. Sekiz atmosfera bosim berib 2 gün koyamiz. İşte bu sistema girme teshli bo'lishi uchun. Kelajakda ichidan suv oqami, oqlimi, aniq shu joyda ma'lum bo'ladi. 8 atmosfera bu oz bosim emas. Turbani har santimetr kvadratına 8 kilo og'irlik degan. Lekin o'zi отопление tizimi, отопление sistemasi, рабочий bosimi ishlab turadigan bosim 1,5 atmosferani tashkil qiladi. 8 atmosfera girmetishlikligini tekshirish uchun kerak xolos. Keyin bu kamaytiriladi, 1,5 ga tushiriladi. Ishonchli chiqishi uchun shu uskunalardan foydalanamiz. Xo'p, boshqa ustalar ham tavsiya etaman. Vaqtida tekshirib ketilsa, ishonch hosil qilib, ketgandan keyin chiqadigan muammolar bo'lsa, mana egasini aytishi mumkin. Men vaqtida tekshirib topshirganman deb. Arzon usta qidirib yuradigan mijozlarni ham tushunamiz. Endi to'g'ri, hamma ham yo'lday to'g'ri kelmaydi. Lekin farkı bo'ladi baribir. Chunki arzon ustani ham tushunsa bo'ladi. Shu obyektni olganda o'ylanmay oladi. Mehnati ko'pligini bilmaydi. Ya bilganam qistonadi. Tanapana usta 8 atmosfera berib, sistemani girmetishligini sinab, tekshirib o'tirmaydi. Chunki arzon gaplashilgan obyekt tez bo'lishni talab etadi. O'zina pul oz bo'lashiladi. Brigadada baribir oz tushib qoladi. Keyin ishlatadi. Tezroq bo'lish harakat etadi obyektni. Uyga kelsam, ha bular chaqqan ekan deb o'ylaydi. Bu bir sistemani o'zim ishni qiyin yeri oxiri bo'ladi. Hamma ishni qiyin yeri boshi bilan oxiri. Oxirida o'sha asablar tarang tezroq bo'lish kerak, bitirish kerak. Sistemani girmetishligini sinab o'tirmoqqa vaqt bo'lmaydi. Shundan keyin yana tezroq bitirib ketishga harakat qiladilar. Shuning uchun tanlov o'zlaringizda. Bu apparatga kelsak, bu arzon emas. Shu baliqxonalarga girmayib, pulini ekonomiya qilib olganmiz buni. Yine sonlik yuvarı verdi. Şurada ma'lum bo'ladi yine. Bosim berib ko'rsangizlar, bo'lmasa bilinmaydi. Shuni islobiy joylari. Yine apresovka apparatlar uchun kerak.